iPhone'ingizni sotib remont qiling deb yozilgan kommentariyani yoki Instagramda yoki YouTube'da ko'rdim. Shu bilan xursand bo'lishsa deb iPhone'imni sotib stroymaterial bozoriga keldim. Yana bitta eng qiziq savollardan: eringiz yo'qmi? Eringiz bormi o'zi? Ering indamasmikin? Hammasiga bitta qilib javob beraman. Erim bor. Yordam beradi, pul beradi, vaqt ajratadi. Ishi yuzasidan vaqti bo'lmaganida miyasini achdi bilan janjal qilish o'rniga qo'limdan kelgancha o'zim harakat qilib turaman. Qizimizni bog'chaga tashlab, oziq-ovqat uchun Food City'ga, qurilish mollari uchun Qo'yliqdagi bozorga bordik. Food City'da buxankani nimagadir podarkaga berishdi. Stroy materiallardan bo'lsa, emulsiya, kraska va kafelnikli oldik. Shpakolyovka ham kam qolgandi. Uyimizni oldidan o'zimizga yetarlichasini kilo olib oldik. Aniq esimda qolgani 25 mingga shpakolyovka oldik. 200 mingdan sal oshig'iga kraska bilan emulsiyalar. Bir narsa qilib 4-etajga hamma narsani olib chiqib olgandan keyin turmush o'rtog'im yana ishga ketdi. Men bo'lsa yoyilib yotgan uylarimni bir chekkadan yig'ishtirib chiqdim. Sizlarda bo'lsa koridorimdan ko'nglim to'lmayapti degan materiallarni hammasini olib kelib oldim. Endi bir chekkadan boshlaymiz. 100% demayman, qanchadir protsentdagi odamlar oldingi holati yaxshi edi derdi. Mana shu oldingi chiroyli yaxshi holatini ko'rishinglar uchun alohida video. Rayonni kuzatish uchun obuna bo'ling.